Lekin barcha bizni kuzatib borayotganlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana biz sizlar uchun yana 14 kunlik umra ziyorati haqida ma'lumot berishni boshladik. Bu 14 kunlik umra ziyoratining ichiga nimalar kiradi? Birgina to'lov ichida bordi keldi biletingiz, bundan tashqari malakali 50 boshchilar boshchiligida 14 kun davomida ham ibodat, ham sayohat, ham ziyoratlar bo'ladi. 4 yulduzli mehmonxonalar bo'ladi, 2 mahal o'zbekona milliy taomlarimiz bo'ladi, 24 soat transport xizmatlarimiz bo'ladi. Bizda hozirgi kunda reyslar Farg'ona jiddiy yo'nalish bo'yicha reyslarimiz bor. Kunda Farg'onadan hamda Namangandan bor. Namangan jiddiy yo'nalishi bo'yicha Namangan, Madina, Farg'onadan ham Madina, Jidda bor. Bundan tashqari Toshkentdan ham kunda reyslarimiz bor. Kimga qaysidir kun ma'qul kelsa, bemalol qo'ng'iroq qilib ekrandagi raqamlarga o'zlarini qiziqtirgan savollarini berib, o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olib, o'zlaringga qaysi kun to'g'ri kelsa, o'sha kunga o'z joylaring bron qilsalaring bo'ladi. Birgina zagrant pasportlaringni tashlab bersalaring Telegram orqali joylarini bron qilamiz. Xohlovchilar rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan ofisimiz Centrum Holiday'ga kelib ham bemalol gaplashib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olib, joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Endi bizda aeroportdan ketayotgan chog'laringda mana bunday qo'llaringga pejik beriladi. Menda mana Telegramga ulanib olsalaring bo'ladi. Hamda bunday kamzillar beriladi. Mana bunday so'mka ham beriladi. Bu o'zlaring dokumentlaringni solgani kerak bo'ladi, kerakli narsalaringni. Hamda atdan kelganlaring kelgan, o'zlaringga ishlatsalaring bo'ladi. Va bundan tashqari 14 kun davomida sayohat, ibodat barchasini ado etib qaytayotganlaringda Xudo xolasa firmamiz tomonidan sizlarga 5 litrli Zamzam suvi ham hadya etiladi. Bu hammasi shu birgina to'lov ichida bo'ladi. Endi bir xilga yorug' birodar, aka-ukalarimiz, do'stlarimiz so'rashi mumkin. Meni otam yoki onam bilan bormoqchiman, yurgan ozgina qiynaladilar. Aravacha masalasi desa, aravacha masalasiga keladigan bo'lsak, aravachani bu yerdan olsalaring ham bo'ladi. Bunga hech qanday ortiqcha to'lov qilmaysizlar. Xohlovchilar o'sha yerga borsalaring ham aravacha beriladi. Faqatgina birgina sharti bilan aravachani atdan olganlardan keyin qanday olgan bo'lsalaring, shunday holatda foydalanib bo'lganlardan keyin topshirib kelsalaring hech qanday muammo bo'lmaydi. Yana bir bor qaytarib aytaman, bizni kuzatib borayotganlar, agar yana qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa yoki savollaring bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari ro'za Ramazon oyiga ham paketlarimiz ochilgan. Bu haqda ham ma'lumotlar beramiz. Kimdir niyat qilgan ota-onam ro'za Ramazonda og'rib, o'sha yerda duolarni olib ziyoratlar qilib kelaman degan aka-ukalarimiz, yorug' birodarlarimiz bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qolgan ma'lumotlar, qanday sizlar qiziqtirgan savollar bo'lsa, barchasiga Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Podpiska bo'lmagan